Assalomu alaykum do'stlar, qaynoq turlar nasibasi. Xabaringlar bor, yaqindagina shahrimizning mashhur insonlarini, san'atkorlarni Dubayga sayohatga yuborgandik va o'shalardan bittasi mana Sohib akam, Eurostars guruhi solisti aka. Sayohat qanday bo'ldi? Sayohat zo'r bo'ldi. Qaynoqqina o'lkadan sovuq o'lkaga kelish yoqmasa Yo'qmaydi. Yo'q, qaytish yoqmadi chunki to'g'risini aytaman, u yerdagi pozitiv, u yoqdagi adrenalin, u yoqdagi issiq havo insonga boshqacha va nima deydi, moralniy oddix odamga kerak ekan. Emotsiya zo'r. Emotsiya. Mehmonxona qanday? Zo'r, mehmonxona. Yoqdimi mehmonxona? Mehmonxona to'g'risini aytsam uzoqda bo'lsa ham, lekin plyajda oldi. To'g'rida. Muhimi kollektiv zo'r bo'lgan. Kollektiv juda ham. Bu sayohatda eng glavniy narsa, eng muhim narsa bu asosan kollektiv ekan. Do'stlar zo'r bo'lsa, sheriklaringiz zo'r bo'lsa, sayohatingiz 2 karra zo'r bo'ladi. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat. Boyagi pozitivniy dam olish deymiz-ku, o'shalar ichida обязательно qaynoqtirlar bo'lish kerak ekan. Bular bo'lmasa foydasi yo'q ekan. Shuning uchun qaynoqtirlarni tavsiya beramiz. Tanlovda adashmang. Rahmat Bobur.